Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер, қайырлы күн. Біздің елде көптеген адамдар дертке дауа іздеп арнайы Ташкент қаласына барып жатады. Мен сол жайлы естіп көріп те жүрмін. Сол себепті арнайы сіздер үшін Ташкент қаласына барып клиникаларды аралап, сапасын және бағаларын біліп қайттым. Бұл видео дертіне дауа іздеп жүрген қарапайым халық үшін және қандай клиникаға барсам екен деп іздеп жүрген жандарға арналады. Ташкенттің жақсы деген клиникаларын түсіріп, мамандардан сұхбат алып қайттым. Егер видеоны қызығып көріп, маған қажет екен дейтін болсаңыз, арнайы сіздер үшін төменге мекен жайларын қалдырамын. Құрметті көрермен, мен кардиомед деген Ташкент қаласында клиникаға келдім. Қазір сіздерге таныстырып көрсететін боламын. Қандай жағдайындағы адамдар келуіне болатынын және қандай қанша ақшамен келуге болады, бір келгенде емделіп кетуге бола ма, сол жайлы ақпараттарды сұрап көретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Айтпақшы достар, айта кететін жайт, осы кардиомед клиникасына келсеңіздер, менің атымнан 5% скидка болады. Әрине, ол үшін бірінші маған тіркелу қажет. Ассалаумалейкум. Қазақстаннан келдім. Осы Қазақстаннан ем іздеп келетін адамдар көп па осы жерде? Ташкент қаласына. Көп. Қандай лечениемен келеді? Қандай? Asosiy yürek, oyog'idagi bo'g'imlar hamda nevrologik kasallar, asab kasallari bilan. Oldindan telefon qilib, joyini ayttirib qo'yishadi, kelishadi lecheniyaga. Bir adam qancha pulmen kelsa bo'ladi, misol emdelu uchun? Necha pul bilan kelish? Tak. Endi siz kasal og'ir yengilligingizga qarab-da, masalan, faqat bo'g'im yoki yurak bo'lsa, lecheniyangizga qarab narxlari o'zgaradi. Bizda ikki xil paketimiz bor. Bu medikamentlar, dori-darmonlari bor paket, dori-darmonlarsiz paket. Bu qanaqa paket tanlash, bu bemor o'ziga bog'liq. Bu yerda jatатын jeri bari bor, ya? Hammasi bor. Lyuks palatamiz ham bor, standartni palatamiz ham bor, oddiy palatamiz ham bor. Bir odamga qanchaga chiqadi bir odamga? Bir odamgami? Mana praysim borda, bir kunga mana to'lov qilsa. Agar dorilar bilan bo'lsa, oddiy palatamizda $70 bo'ladi-da. Ichiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta doktorlarning konsultatsiyasi, общий анализ крови, сахар, kologamma, o'zida pecheni, EKG, 4 mahal ovqatlanish, fizioterapiya, massaj, limfodrenajniy massaj, igloterapiya, ozonoterapiya kiradi. Bu $70 bir kunga. Endi qancha davolanishingiz o'zingizga bog'liq. Masalan, men polni davolanaman, pulli qizimas deydigan bemorlarimizga 10 kun, 7 kundan 10 kungacha bo'ladi. Budjetda bir $750-8 ga aylanadi. Qozog'istondan boshqa mamlakatdan keladimi? Keladi, Rossiyadan keladi. Keyin Tojikiston yana o'zimizdan viloyatlardan ham kelishadi. Mana O'zbekiston, Toshkentning o'zidan emas, viloyatlardan kelishadi. Tojikistondan, Qozog'iston, Rossiyadan kelib davolanib ketishadi. Misolga, boshqa Tojikistondan, Qirg'iziston, Rossiyadan kelgan odamlarga bарлығын осы жердегі O'zbekistonning azamati bor-ku. Бәрін бірдей көмек па ол кісілерге, или сырттан келген адамдарға, может, ақшасы көбірек бола ма? Yo'q. Hammamizga bir xil priceimiz bo'ladi. Mana belgilangan summa pul to'lanadi. Kimgadir ko'p, kimgadir kam berilmaydi. Misolga, sirtdan kelетін адамдар өзінің анализ результаты бар-ku. Сол өзімен бірге алып келген дұрыс па, или сіздер обязательно қайттан өткізесіздер ма? Agar yaqinda topshirilgan bo'lsa, bir oy davomida topshirilgan analiz bo'lsa, ovuramiz, lekin lecheniyaning oxirida yana analiz topshirasiz. Nimaga?
Lecheniyaning foydasi bo'ldimi, yo'qmi o'shani bilish uchun. Ikkala taraf ham qulay, no baribir ham Toshkentda topshiriladi, chunki lecheniyadan keyin foydasi bo'ldi, bo'lmadini bilish uchun. Analizni o'sha yerdan o'zlaringiz olasizlar birden ya. Albatta. Bu analiz o'zining rezultati bo'lsa-da, baribir o'zlaringiz o'sha yerdan o'tkazasizlar ya. Ha, chunki bemorga masalan siz общий analiz kрови topshirib kelgan bo'lsangiz, umumiy qon tahlili bo'lsa, bizga o'sha umumiy qon tahlilidan tashqari boshqa analiz kerak bo'lishi mumkin. Boshqa qanaqadir gormon yoki biokimiya analiz kerak bo'lsa, biz ularni olib topshirib turamiz. Именно qondan tashqari. Ko'z sizlarda yo'q ya? Ko'z okulist bor. Okulist bormi? Doktorimiz O'sha okulist bor ya. Ha, kelib ko'radilar bemorlarimizni. Hammasi doktorlarimizga hisoblanadi pullari. Faqat operatsiya qilinmaydi. Operatsiya qilinmaydi ya. Sizlar qanday ko'z aurularini emlaysizlar? Qanaqa ko'z kasallarini emlaysizlar? Hammasini. Aytaman-ku, hamma lecheniya qilamiz, hamma kasallarni tuzatamiz, faqat operatsiya bo'lmaydi. Qanday aurularni, kasalni operatsiyaning ko'maginsiz emlashga bo'ladi? Bemorni operatsiya bez operatsiya. Bez operatsiya bo'lsa, lecheniya bor, spetsialniy apparatlarimiz bor, o'sha apparatlarni tuzatamiz. Endi qanaqa kasal bo'lishiga qarab, masalan, dori bilan tuzaladigan kasallar bor, apparat bilan tuzaladigan kasallar bor. O'shalarga qarab biz lecheniya qilamiz. Masalan, bizga Qozog'istonda analiz qo'yib beradi, bo'lgan operatsiya jasau kerak deydi, misolga. Sonday analizga operatsiyaning ko'maginsiz o'sha yerda operatsiyasiz emlashga bo'ladimi? Endi bemor operatsiya qilinishi kerak deyotgan bo'lsa, bitta doktor bilan emas, 2-3 ta doktor bilan maslahatlashgan yaxshi, chunki bitta doktor bir operatsiya deyishi mumkin, ikkinchisi dorilar bilan tuzataman deyishi mumkin. O'shanga u bemor ahvoliga qaraladi. Mana kasali og'ir yoki yengilligiga. Masalan, men sizni operatsiya qilaman desam, boshqa doktorim yo'q, bu dori bilan tutsa bo'ladi deylik. Bu doktor o'zini malakasiga bog'liq. Doktorning o'ziga baylanishli, klinikaga baylanishli so'zni. Da, masalan, kimdir operatsiya qilib bitta tutib olaman deydi, kimdir длительный vaqtda bo'lsin, lekin operatsiya qilinmasin deydi. Pul sal kamroq ketsin, vaqt ko'proq olsin, lekin lecheniyaga tig' ustiga yotmasin, yoki qanaqadir ortiqcha narsa bo'lmasin deydi. Sizning ismingiz nima? Diyora. Diyora ya. Diyora xonim, bergan suhbatingizga, maslahatingizga rahmat. Yaxshi olsun, Qozog'istonda kishilar ko'rетін bo'ladi. O'zining qay yerga borib emdelsam ekan, qay yerdan em olsam ekan deb o'zi izlab yurgan kishilarga bu videoni chiqarатын bo'laman. Sizlarning астына барлығын шығарып кететін боламын. Осы қалай еді клиниканың аты? Кардиомед. Кардиомед деген клиника. Барлығын ссылканың астына тастап кетемін. Адресін тастап кетемін, телефон номерлерін, Instagram парақшасын барлығын тастап кететін боламын. Жақсы, рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті көрермен, осымен видео соңына жетті. Алда клиникалар жайлы тағы да видеолар шығады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаймыз.